O'zbekiston kriket federatsiyasi Toshkent Perfect universiteti bilan kriket sport turini talaba-yoshlar orasida keng rivojlantirish maqsadida ikki tomonlama hamkorlik memorandumini imzoladi. Universitet va kriket federatsiyasi o'rtasidagi kelishuvdan maqsad talabalar orasida kriket sport turini ommalashtirish va ularni shu sport turiga jalb qilish orqali iqtidorli sportchi talabalarni saralash, kriket bo'yicha musobaqalar tashkil etish va eng asosiysi yaqin kelajakda ushbu oliy o'quv yurtida mazkur sport turi bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash yo'nalishini ochish kabi bir qator vazifalarni amalga oshirishdan iborat bo'ldi. Memorandumdan asosiy maqsad bu universitet bazasida kriket sport turini rivojlantirish, kriket bo'limlarini ochish va kriketdan ertaga dars beruvchi va unda faoliyat yurituvchi kadrlarni tayyorlash masalasi o'rtaga qo'yildi. Va bunda har ikki tomon o'ziga kerakli bo'lgan masalalarni, vazifalarni belgilab oldik. O'zbekiston kriket federatsiyasi raisi memorandum imzolash marosimi yakuniga yetgach, tadbir ishtirokchilariga kriket sport turini ichki va xalqaro hamkorlik doirasidagi faoliyati, ushbu sport turini rivojlantirish orqali turizmga keng yo'l ochilishi singari qator ma'lumotlarni berib o'tdi. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston kriket federatsiyasi 2019-yilda faoliyatini boshlagan bo'lib, federatsiya rahbariyatining tashabbusi bilan kriket sport turi rivojlangan mamlakatlar bilan hamkorlikdagi xalqaro aloqalar mustahkamlanmoqda.